Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan oldiga atlas, ya'ni biron atlas bo'lmasa boshqa materiallarni qo'yib turib ko'ylak tikishni modellashtiramiz. Bizga kerak bo'ladi hozir bel o'lchovi, ko'krak o'lchovi va old ochiqligi. Bizda bel old ochiqligi 15. Biz bunda hozir olib turamizda. Endi qizlar, biz bu yerdan 4 cm tashab ketamiz boshidan. 4 cm tashab qo'ltiq o'yma, ya'ni qo'ltiq o'ymagacha bo'lgan masofani 20 qilib olamiz. Bel qismigacha bo'lgan masofa bizda ham 20 bo'lishi kerak. Ana endi to'g'ri chizib o'tkazib olamiz. Endi biz уже bu yerda tayyor, oldi ochiqligi bu yerda tayyor bo'lganligi uchun oldi ochiqni shunday qilib olamiz. Biz bu yerdan yelkadan boshlaymiz. Yelkani 4 cm bandga chiqarib olib, yani 10 cm yelkamiz bizning 10 cm da tushirib olamiz bunday. Endi ikkita nuqtani birlashtiramiz. Endi bizda ko'krak aylanamiz. Ko'krak aylanamiz bizda 96 ga 5 cm qo'shamiz. 96 ga 5 cm qo'shganimizda uni 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lsak 96 101 da 4 ga bo'lamiz. yigirma besh bo'lyapti. Buni bu yerdan boshlaymiz. Ya'ni atlas matosidan o'lchashingiz kerak bo'ladi. Ana. Ana endi to'g'ri chiziq o'tkazib chiqamiz. Yelkadan pastga to'g'ri hozir men o'lchab ko'ramiz qancha bo'ldi ekan. 17. O'zi yelka kengligimiz ham 34 edi. Как раз mana 18, 74, 1 cm choq haqqi to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda 3 cm chiqib olamiz. Nuqtadan perpendikulyar radiusini 3 cm chiqib olib, yelka va uchqunni bu qismini birlashtirib olamiz. Ana. 6 cm pastga tushib, pastga tushamiz. Ya'ni qo'ltiq pastidan pastga 6 cm pastga tushib 5 cm bitishga qo'yib olamiz. Ya'ni bu ko'krak uchigacha kelishi kerak. Ko'krak uchimiz taka. yigirma yetti ko'krak uchini o'chib oldik. Shu yerga kelishi kerak. Ana.
pichib olamiz va davom etkazamiz. Qirqib oldik. Qirqmaganimizda mana shunday turadi. İkinci qismi. Ana. Endi orqa qismiga o'tamiz. Endi orqa qismini bichamiz. Tak. Yarım santimetr balanddan tashlaymiz. Oldi ochiqligi, orqa ochiqligi bizda 8 bo'ldi. Sababi oldin kattaroq oching dedi. Bu tarafdan ochib olamizda. Yelkani 2,5 santimetr balandlikka ko'tarib tashladik-ku, o'shadan o'qib olamiz. Undan tashqari yana qo'ltiqqacha bo'lgan oyimni 20 qilib oldik va belgacha bo'ldi, yana 20 qildik. Demak, hozir biz endi orqa kengligi bizda 36 ni 2 bo'lganimizda 18 chiqadi. 2 santimetr chaqqonga qo'shamiz. O'shanda biz 19 santimetr bo'ladi. 19 santimetrdan chizib o'tkazib olamiz. Bu yerdan 19 santimetr o'lchab to'g'ri chizib o'tkazib olishimiz kerak. To'g'ri chizib o'tkazib olamiz. Mana. Bu yerdan to'g'ri chizib o'tkazib olamiz. Yelkamiz. Bir santimetr tushib olamiz. Ana endi ko'krak aylanamiz bizga. 96 edi, 96ga 5 qo'shdik. Bizda 25 bo'ldi. 25 yarim bo'ldi yana. Bu yerdan ham 2 santimetr bunisidan 2 santimetr chiqarib olamiz. Endi birlashtirib chiqamiz hammasini. Orqa bichimi juda ham oson bo'ladi, chunki vitichka yo'q, tekis bo'lgani hisobiga. Tekis agarda insonlar orqasi sal bukrayib yuradigan bo'lsa, ularga mana bu yelka qismidan vitichka o'tkazishlaringiz mumkin. Bu yerda vitichkani to'rga bo'lib turib, bu yerda oldi ochiqligidan 4 santimetr o'lchab, bu yerda vitichka o'tkazishlaringiz mumkin. Bukrayganlik qanchaligiga qarab turib. Bizda bu yerda unaqa nakloniyat yo'q, o'shaning uchun to'g'ri bichib olamiz. Bel qismi bizda 25, 24. Ana. Endi bemalol bichib olishimiz mumkin. Buni oldi ochiqligini ham qo'yib chiqamiz, bir martasiga qo'yib. Ana. Tamam. Endi bichamiz. Bichib oldik hozir buni. Endi biz yelka qismiga o'tamiz, yeng qismiga o'tamiz. Hozir yengini bichib olamiz.